ertalab tushib qolibdi shekilli. Yo'q, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Girodoyuz. Bu videoda biz qishloqda nimadirlar qilib o'tiramiz. Boshladik. Aynalib qishloqda. To'xta. Nima? Nega qishlog'imizga yadroviy bomba tusharkan? Rostdanmi? Ha. Rostdanmi? Ha, deyapman-ku. To'g'ri so'rayapman. Bunker yasash kerak, bunker yasash kerak. Bunkerdan narsalar olib kelaman do'stlar. Qishlog'imizga yadroviy bomba tusharkan. O'shani oldinroq bilmabsiz-da. Tayyorgarlik ko'rish kerak endi. Tezroq lapatka o'g'akan. Lapatka olay, videoni to'xtatib turaman. Mana lapatkayam olib, endi kovlab bunker qurish kerak. Ana jitillar o'zlariga bunker quryapti. Bo'lish kerak endi tezroq. Mashinalarga qursak bo'ladi. Tezroq. Kiyimlarni kiyib olay. Bomba o'tib ketmasmi? Kichkinacha bo'lsa ham bizga yetadi. Chunki bomba unchalik bedokka o'tmasligi mumkin. Cho'q qilish kerak. Do'stlar, quramiz. Obuna bo'linglar. Bu videoga endi bedrokda buzib bo'lmaydi-ku. Mayli. Mashti tomlamda qilib qo'yamiz. Sham olib kelish kerak, sham. Endi qara chiqaman. Sham olib kelish kerak. Bitta bo'lsa ham yetadi. Tagini ham bedrock qilish kerak. Tezroq bo'lish kerak. Kravat. Bo'ldi menimcha do'stlar. Shamni qo'ysam bo'ldi menimcha. Endi bu yerda yopib qo'yaman. Do'stlar, yadroviy bomba tushganda hammaga xabar beraman. Ungacha video to'xtab turadi. Voy, menimcha portladi shekilli. Hozir chiqib ko'ramiz. Qani bloklarni olamiz. Voy! Shunaqa bo'lib ketdimi? Do'stlar, qishloq shunaqa bo'lib ketibdi. Hammaga xayr, keyingi videolargacha xayr.